ota-ona farzandini tarbiya qilish uchun farzand bilan bitta manzilada bo'lishi shart emas. Yaxshi ota-ona tepasida tursa, nazorat qilsa, chunki tarbiyaning umumiy ma'nosi nazorat degani, kuzatuv degani, parvarish degani. Ammo sabablar bilan ota-ona uzoqda bo'lyapti, har xil sabablar bilan. Yoki ota qamalib qolishi mumkin, masalan. Yoki shularning qatorida ajrashgan oilalar qancha. Ajrashgan oiladagi ota ham farzandini hamma vaqt ko'ravermaydi. Ba'zan ayollar eriga achchiq qilib, nafrat qilib bolasini ko'rsatmaydi. Aqli yo'q bo'lsa, bolasiga otasini yomonlaydi. Aqlli xotin hech qachon farzandiga otasini yomonlamaydi. O'zi yomon ko'rgan taqdirda ham bolasiga otasini yomonlamaydi. Chunki ertaga shu farzandning kelajagi, ularni o'qishi, o'sha bolalarning obro'si otasining kimligiga bog'liq. Aqlli xotin ana shunday yo'l tutadi. Erini yomon ko'rgan taqdirda ham bolalarga yomonlamaydi.